va yigit turmush qurishga qaror qilishibdi. Yigit qiziga bitta shartim bor. Shuni qabul qilsang, biz oila quramiz debdi. Qiz hayron bo'lib, qanaqa shart deb savol beribdi. Yotoqxonamizda eng kichkina tortmani hech qachon ochmaysan, u qulflangan debdi. Qiz qabul qildi va ular er-xotin bo'lishibdi. Oradan 15 yil o'tibdi. Xotini chidolmas ekan, uni ochib ko'rgisi kelar ekan ichida nima borligini. Oxiri kalit yasatib kelib, xotini tortmani ochibdi. Tortmani ochib qarasa, ichida 3 tagina yong'oq, keyin $900 turganmish. Erim mendan 15 yil 3 ta yong'oq bilan $900 bekitdimi deb hayron bo'lib tursa, eri ishdan kelibdi. Adajonisi meni kechiring, jon adajonisi. Chidolmasdan tortmani ochdim. Kelishuvi buzdim deb yerga qarab turgan ekan. Xotin, o'zingga o'zing tilab olasan. Mayli, sen ham meni kechirsang, u 3 ta yong'oq bilan $900 ma'nosini aytaman deb. Xotin hovliqib, "Bo'ldi adasi, men sizni kechiraman. Eting nima o'li?" "Xotinjon, kelishdik. Sen meni, men seni kechiraman. Senga har xiyonat qilganimda tortmaga yong'oq solib qo'yardim." U 3 ta yong'og'i ma'nosi shu debdi. Xotini yerga qarab, sal xafa bo'lib, "Mayli, erim 15 yil ichida 3 martagina xiyonat qilibdi. Kechirsa bo'lar" deb o'ylab tursa, $900 ma'nosi, qarasam yong'oqlar tortmaga sig'masdi. Dollarga o'girib qo'yishni boshladim yong'og'i debdi. Like bosim. Подписаться qilishingiz chiqmasin.